Marg'ilon shahridamiz. Aziz do'stlar, ko'pchilik so'rayotgan divan kreslolar ayniqsa kvartiralarga ko'p kerak bo'ladi. Ham divan kreslo, ham spalniy holatda foydalanishingiz mumkin. Sizga buni ko'rsataman. Yostiqchasini, bolishchasini olib tashlaymiz. Ikkita dastagi bor. Dastagini olamiz. Juda oson. Yosh bolalar ham bemalol amalga oshiradi. Spinkani yotkizamiz. Spalniy holatga keldi. Uyingizga mehmon kelganda xijolatchilik bo'lmaydi, yerga joy solishlar bo'lmaydi. Endi 3 ta bolishi bor. Bu yerda dastagini yashirib qo'yganmiz. Dastagini shunday olasiz. Qonun qoidasi bor uni ham. Shunday oyog'ingizni tiraysiz. Osongina yana 2 kishiga joy bo'ldi. Endi buni yana osongina joyiga qaytaramiz. Dastaklarini yashirib qo'yamiz. Bemalol mana divan holatga keldi. Buni ham yostiq bolishchasini olib tashlaymiz. Ikkita dastagi bor, osongina ochiladi. Spinkani yotkizamiz, bolishchasini qo'yamiz. O'zdan ko'rib turgandek. Yana qaytaydigan bo'lsak, nimadir yostiqchasini olib tashlaymiz. Spinkani joyiga qaytaramiz, ikkita dastagini olamizda. Yana o'z holiga qaytadi, kreslo bo'ladi. Bunda ham xuddi shu. Bunga yosh kattalar yoki og'ir kuch talab qilinmaydi. Shunday dastagini ushlaymiz, joyiga qaytaramiz. 2 minut vaqtingiz ketadi, ketsa. Mehmon uchun divanimiz tayyor. Sog' salomat bo'linglar, do'stlar bilan ulashishni unutmanglar.